Mundialdagi asosiy guruhga ham yetib keldik. Bizning milliy terma jamoamiz ushbu jahon chempionatida K guruhida ishtirok etadi va ularning raqiblari Portugaliya, Kongo Demokratik Respublikasi hamda Kolumbiya. Portugaliya bilamiz, yulduzli tarkibga ega. Bosh murabbiy Roberto Martinez 9-marta jahon chempionatida qatnashmoqda va ketma-ket 7-chisi bo'ladi bu. Eng yaxshi natija 1966-yil 3-o'rin. 26 ta futbolistdan 22 tasi legioner hisoblanadi. Va albatta Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes, Rafael Leao, Vitinha, Mendes va hokazo. Har bir pozitsiyada kuchli futbolistlarga ega jamoa. Aytgancha, Ronaldo uchun ham bu 6-mundial hisoblanadi. Kongo Demokratik Respublikasi bosh murabbiy Sebastian Dezabre jahon chempionatlarida 2-marta qatnashchi va ularda ham legionerlar juda ko'p. O'zbekiston terma jamoasi mundiallardagi debyut ishtiroki legionerlar soni 13 ta, mahalliy o'yinchilar soni 13 ta, 50 ga 50 va ko'p mutaxassislar tomonidan e'tirof etiladigan Abduqodir Husanov, Eldor Shomurodov, Abbosbek Fayzullayev va boshqa bir qator yulduzli, umidli yosh futbolistlarimiz bor. Ular ichida tajribalari ham bor va umidimiz katta. Xudo xohlasa bu mavzuda alohida bir ko'rsatuv qilishga harakat qilamiz. Hozir esa Kolumbiya terma jamoasiga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ular 7-marta jahon chempionatida qatnashmoqda va bosh murabbiy Nestor Lorenzo hisoblanadi. Ularning eng yaxshi natijasi 2014-yildagi jahon chempionatidagi chorak final hisoblanadi. Ularda ham legionerlar juda ko'p, 24 tani tashkil etadi. Mundialdagi so'nggi L guruhi, u yerda Yevropadan 2 ta jamoa bor: Angliya, Xorvatiya, Afrikadan Gana hamda Shimoliy Amerikadan Panama terma jamoalari. Angliya terma jamoasi ham xuddi Portugaliya, Fransiya, Ispaniya kabi favoritlardan hisoblanadi va yulduzli tarkibga ega. Bosh murabbiy nemis murabbiyi Thomas Tuchel hisoblanadi. Ular jahon chempionatida 17-marta ishtirok etishadi. Legionerlar soni bor yo'g'i 3 ta. Va qolgan 23 ta o'yinchi aprelda muqim, ba'zilari grandlar, ba'zilari o'rta miyona komandalar ishtirokchi hisoblanadi. Ularga jiddiy qarshilik ko'rsatadigan jamoa bu Xorvatiya. Bosh murabbiy Zlatko Dalic 7-marta jahon chempionatida ishtirok etishadi hamda eng yaxshi natijalari 2018-yildagi kumush medal hisoblanadi. 22 ta legioner, juda ham tajribali, yulduzli tarkib hisoblanadi. Fransiya chempionatida ko'p qatnashadigan o'yinchilarga ega Gana 5-marta jahon chempionatida qatnashmoqda va eng yaxshi natijasi 2010-yil chorak final. Gana terma jamoasi jismonan baquvvat, taktik xarakterga ega. Bosh murabbiy Otto Addo qo'ldan kelgancha keyin boshqa chiqishga harakat qilsa kerak va Panama terma jamoasi murabbiyi Thomas Christensen 2-marta jahon chempionatida qatnashishlari va ularda ham legionerlar soni 21 tani tashkil etadi. Umumiy olganda bu yerda asosan birinchi o'rin uchun Angliya va Xorvatiya terma jamoalari o'rtasida bahs ketsa kerak. Dunyo ekspertlari, jurnalistlari bir ovozdan Angliyaning kuchini yuqori baholashmoqda, lekin biz bilamizki, jahon chempionati, Yevro chempionatlari saralashida bu jamoalar ko'p o'zaro to'qnashgan hamda ko'p hollarda Xorvatiyaning qo'li baland kelgan va bu yildan o'zgacharoq tarkib yoki o'zgacharoq uslubda o'ynaydigan Thomas Tuchel balkim Xorvatiyani ortda qoldirib birinchi o'rinni egallashga harakat qilar. Angliyada tarkib bo'yicha juda raqobat katta edi. Juda ko'p sondagi o'yinchilar mundialdan qolib ketishdi. Albatta Foden, Palmer yoki Trent Alexander-Arnoldlarni tarkibga qo'shilmasligi ko'proq o'tgan mavsumdagi ularning sport formalari yoki o'sha kerakli kutilgan natijani
qayd etilmaganliklari bo'ldi. Asosiy sabab